Keyin men qoyil qolganim, ya'ni titkilab topgan narsam Gattuso o'ta men bugun futbol o'ynamas ekan. Juda qiynalib ketardi, nimadir bo'lardi-da. U kun 90-yillar futboli, 2000-yil yarmigacha bo'lgan futbolda yashay olganiga asosiy sabab uni rostgo'yligi. Bir marta tatilish tushilgan o'yinga Kiyev bilan o'yinga bog'lashgan ekan. U jonli efirga chaqirishgan shu masalada. Isbotlab berishsa, men o'zimni Milanni qanaqadir sababli bir narsada o'ldiraman. O'zim chiqib turib o'zimni o'ldiraman. Men degan nima qilishim mumkin? Aniq fe'lini ham aytgan boshqa qilgan. Hech qachon yutqizishga rozi bo'lmaganman degan. Yutqizishga rozi bo'lmagan odam kelishadimi degan. Kelishuvda asosan yutqizishga rozi bo'linadi-ku. Yutishga kelishilmaydi-ku. Uni kelishildi ham deyilmaydi. Nari yutqizgan jamoa kelishgan bo'ladi ko'proq. U kelishilgan bo'lmaydi-da, agar yutqizilmagan bo'lsa. Shuning uchun bu men uchun haqorat degan. Jurnalistlar bilan urush e'lon qilib boshqa va lekin baribir politsiya uyiga kirgan, tekshirgan, boshqa qilgan 1 yil bu narsa muhim. O'shanda juda siqilib qolgan ekan va umuman aloqasi yo'qligi isbotlangandan keyin xursand bo'lgan. Ya'ni bu narsada o'zini kechira olmagan ekan. Boshqa narsalarda ham shu bu tabiat o'yinchisi, ya'ni qanaqadir o'zini tabiatini oxirigacha yashirmagan, juda ko'p janjallari bor.